Bu dersimizde moslashtirilgan for takrorlash operatorini ko'ramiz. Buni fordan farqi bu massivlar bilan ishlash uchun maxsuslashtirilgan. Misol uchun bir list yoki massivni ichidagi butun elementlarni ekranga yozmoqchi bo'lganimizda nima qilamiz? For foydalangan holatda, bu maxsus forni foydalangan holatda ekranga yozishimiz mumkin barchasini. Misol uchun nechta element bo'lsa, hammasini shu yerda yozishimiz mumkin. Uni misol uchun qanday yozamiz? Uni kodlar bilan ko'rib chiqamiz. Misol uchun shu yerda bu yerda bir bizim massivimiz bo'lsin. Ismlar massivimiz turi string bo'ladi. Keyin bunga bir katakli qavsni ochib yopamiz. Undan keyin ism beramiz. Ismlar bo'lsin buni ismi. İsimler to'playdi chunki ichida va buni shu shaklda beraylik ismlarimizni. Davronbek, Jalol, yani bitta ism beraylik shu yerda. Nodir Bek. Qarang. Buni ichida 4 dona elementi bor. Eng oxirgi indeks soni 3 kabi tushunishlar mumkin. Misol uchun indekslarni sanaydigan bo'lsak 0, 1, 2, 3. Eng oxirgisi 3 bilan tugaydi. Ichidagi elementlar soni 3 dona. Biz hozir bu yerda misol uchun nima qilmoqchimiz? Buni ichidagi barcha elementlarni ekranga yozmoqchimiz. Agar biz for operatorini bilmaganimizda ekranga shu shaklda yozardik. Misol uchun deyardik. Har birini yozish uchun ism 0 shu shaklda yozishimizga to'g'ri kelardi. Misol uchun hammasini shu shaklda birma-bir yozishni to'g'ri kelardi. Lekin forda bunaqa qilish shart emas. Forda bir marta yozganimizda barchasini olishimiz mumkin. Misol uchun forni yozamiz. Maxsus forni qarang, uje chiqardi. String turida shuni turi bilan qaysi listni ichidagi element yozmoqchi bo'lsak, uni turini yozamiz va istagan bir shu yerga misol uchun har bir elementga nima deyishimiz mumkin bu yerda? Ularni barchasiga ismlar deydigan bo'lsak, har bittasi bitta ism. O'shaning uchun ism yozdik va nuqta, 2 nuqta qo'yib ismlar deymiz. Bu nima degani? Sen string turidasan va sen bor ismlarga shu yerga ismni jo'natdik va har bir elementni birma-bir topib chiq deymiz va ulashdik. Shu yerda misol uchun Sovut deganimizda string yozsak, misol uchun ism yozsak, har safarda ismni ekranga yozishni istasak yozadi. Misol uchun qarang, Davronbek dedi, Jalol, Muslima, Nodirbek kabi ekranga yozdi har bittasini. Bu nima deyim, maxsus aylanyapti. Agar biz buni foydalanmasdan turib for bilan qilganimizda bo'lardi. Misol uchun biz shu maxsus operatorni bilmasdan for bilan buni ekranga yozgizmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? For biz bitta i'ni bu yerda tanitib olishimiz kerak. Int turida i bor, uni qiymati 0. Nuqta virgulimizni qo'ydik. Shartimiz nima? I'miz kichkina bo'lsa ismlarni, ya'ni shu yerda nechta element bo'lsa, uni soniga, elementlar soniga nima deydi? Erishib olishimiz kerak. Chunki biz necha marta buni ishga tushiramiz forni, uni bilishimiz kerak. O'shaning uchun shu yerga misol uchun ismlar deymiz. Len uzunligini olardi lengiz. Eslasizlaring. Nima qiladi bu? Shartimiz i'miz qachonki shuni elementlar sonidan kichkina bo'lsa, bu yer ishga tushishda davom etsin. Ya'ni misol uchun shu yerda bir yana davom etamiz. Shu yerga nuqta virgulimizni qo'yib, i'ni bir ko'paytirib boramiz har safarida. Ya'ni qo'shib boramiz ega birni. Va bu yerda nima? Ekranga ismlar i'ni yozamiz. Yozganimizda nima bo'ladi? Birinchi ishga tushganda indeks ismlar, birinchi ishga tushishda misol uchun ismlar deydi. Shu i'ni yozadi. I'ni birinchi qiymati 0 bo'ladi. Borib 0 ni yozadi. 0 da kim turibdi? 0-indeksda Davronbek turibdi. Uni yozadi. Qaytib keladi. I'miz shu yerda 1 ga aylangandi. I'miz 1 bo'ldi. Bu yerdagi qiymatlar soni 4 edi. 1 4dan kichkina ketdi va shu yerda 1 ni 2 qildi. I'ni qiymatini 2 ga o'zgartirdi shu yerda va tushib bu yerda ekranga yozdi. Shu o'zgartirgandan keyin
Shu yerda misol uchun i'miz 1 bo'lgan. Misol uchun shu yerdagidan bitta orqada ketadi shu yerdagi operator. 1 bo'ldi va ekranga yozdik kabi. Hammasini shu shaklda oxirigacha ishlatamiz. Eng oxirida 3 bo'ladi. 3 ni ishga tushirib 4 ga aylangandan keyin 4 keladi. 4 4 dan kichkina emas deydi va kodni hech ishga tushirmaydi. Misol uchun Davronbek shu tepadagi for yozilgan narsasi. Davronbek Jalol Muslima Nodirbek. Shuni bu shaklda yozmasligimiz uchun, ya'ni bu darajada qiyin yozilmasligi uchun bu bor. Qisqacha bu shaklda yozishimiz mumkin. Agar bu dizimizda turi o'zgarish turi int bo'lganda shu yer int bo'lardi. Misol uchun shu yer int bo'lar edi. Bu yer int bo'lsa, bu yer ham int bo'lishi kerak. Ya'ni shu yerdagi bilan shu yerdagini o'zgarish turi bir xil bo'lishi kerak. Bu massivlarga moslashtirilgan for operatori deyiladi. Bu yerda ham darsimizni to'xtatamiz.